Bugün siz azizlar nomidan, siz qarindoshlar nomidan 2 yoshga yana bir bor shirin vaqtlar tilaymiz. Aziz do'stlar, 2 yoshga Alloh taolo avvalo Hasan Husan o'g'illar bersin. O'g'illari qori Qur'on bo'lsin. Elimizda shunday gap borki, aziz do'stlar, Alloh taolo o'g'il farzand bersa, otasi hoji bo'ladi deydi. Agar qiz farzand bo'lsa, otasi jannati bo'ladi deydi. Siz azizlarga mana shu Ilhom akamizga ham jannatni, ham Ka'batullohga borishni talab qilamiz va to'yimiz davom etadi. Endi tabrik so'z navbatiga ijozat berasizlar aziz do'stlar. Bugun mana shu yerda kuyovto'ra Rasimjonga sherik bo'lgan, navkar bo'lgan, hamroh bo'lgan bizning kuyovto'ra ukamizning jo'rasi, yigitlarning to'rasi, uzoqdan ko'zimga ko'rinyapti qorasi, yigitlarning sardori bo'lib turgan bizning kuyovjo'ra ukamiz Ruslanjonni mikrofonga chorlab qolamiz va shu bilan birgalikda kelin singlimizni oq ko'ylak kiydirib kelinlik uyiga boshlab kelgan mehmon singlimiz Eradaxonni ham, kelin singlimiz dugonasi Eradaxonni ham mikrofonga chorlab qolamiz. Bugun aziz do'stlar, do'stlaringizning to'yiga, ajoyib insoningizning to'yiga atalgan dil izhorlaringizni yaxshi tilak, yaxshi niyat